Voy jonivor, voy jonim. Endi ekan bolasini. Onasini ekan. Ana bo'lachasi. Mana qanaqa joyga ketyapman. Dengiz sathini 2,5 metr balandlikda. Ayiq mana mamtdan kelib, mana bolachasiniki mana shunday. Mana shunday bolachasi. Bitta bolasi u yoqdan ketgan. Hozir ham ko'rsatdim. Mana mamtdan ketgan. Voh. Ko'rasam, belimdan qor kirib ketyapti. Ashdan ketib, toshga chiqib ketgan. Ikkinchi bolasi mana pastdan kelganda qo'shilgan mana. Bu yilgi bolacha ekan mana. Bu yil tug'ilgan mana. Jonim, ay jonim. Yangi tug'ilgan chaqaloqning oyoqlariga o'xshaydi. O'zi ham yangi tug'ilganda, ay jon. Qaranglar, chaqaloq yurib ketganga o'xshaydi. Mana shunchacha. Mana shunchacha jonim. Jonim. Yangi tug'ilganda bitta sherigi yoqda. Onasini izi bilan ketgan. Mana. Tin. Tarannaran. Ana, aniq tushgan jonivorcham. Ana. Hey. Oyoqlaridan o'pmaylik. Ayiqcham. Ketgan. Ketgan. Ana, ikkinchisi onasi bilan birga kelgan. Shunaqa gap o'rtoqlar. Jonivorlarga mehribon bo'linglar. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Kim obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'ysin.